Yo'q. Nimamish? Xulqim yomon emish. Axir har kuni harakat qilyapman-ku. Har kuni sabrli, iymonli inson bo'lishga harakat qilyapman-ku. Nega tushunishmayapti? Nega? Axir har kuni atrofdagilarning dunyo qarashini o'zgartirishga harakat qilyapman-ku. Yana nima qilay? Hech narsa qilma. Agar ular uchun mukammal bo'laman desang, baribir foydasi yo'q. Men senga maslahat bermayman. Shunchaki hadya beraman. Bu yerda o'sha sen aytayotgan sabr ham, iymon ham va yana rivoyatlar ham yozilgan. Rivoyatlarda xatolik yo'q. Hammasi go'zal. Ha yana xulqing ham balki ancha go'zal bo'lar. Maslahatim o'qib ko'r.